Maktab haqida ko'pchilik qabul qila olmaydigan 7 ta achchiq haqiqat. 1. Maktab sizning orzularingizni ko'mib yuborishi mumkin. U yerda sizni hayotda qilmoqchi bo'lgan narsalaringizga aloqasi bo'lmagan fanlardan eng yaxshisi bo'lishga majbur qilishadi. 2. Maktab sizni boy bo'lishga o'rgatmaydi. U sizni pul uchun ishlashga tayyorlaydi, pul qanday ishlashini tushunishga emas. 3. Maktabda avval dars beriladi, keyin test olinadi. Hayotda esa aksincha, avval test bo'ladi, ana undan keyin dars beriladi. Ba'zan esa bu juda ham kech bo'lishi mumkin. 4. Baholar aqlni emas, yod olish qobiliyatini o'lchaydi. Sen darsni yodlab olishing mumkin, lekin hayot haqida umuman hech narsani tushunmasliging ham mumkin. 5. Maktab uchun sening o'ylashing kerak emas, unga sening bajarishing kerak. Maktab erkin fikrlovchilarni emas, balki ishchilarni shakllantiradi. Ortiqcha savol beradiganlar doim xalaqit beradi. 6. Maktab seni qoidalarga bo'ysunishga o'rgatadi, ammo hayotda ko'pincha qoidalarni buzganlar g'olib bo'lishadi. 7. Ular seni yaratishga emas, iste'mol qilishga o'rgatadi. Seni qolip bo'yicha yashashga undashadi, o'z yo'lingni ixtiro qilishga emas. Lekin aynan qiymat yaratadiganlar bugungi dunyoda qoidalarni belgilashadi. Sen ham qiymat yaratishni o'rgan. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga obuna bo'ling.